Bugun so'yiladigan buqamiz dumsiz. Shu tarsillab zemara ketgan. Yo'qsizligi ham, yo'shtoqligi ham ortiqcha chempion ekan. Xudo xolasa dunyolikka shuni tanlab qo'ydik. 9-da. Ko'rib ko'rasizlar, bahosini berib berasizlar. Nomuradin ekan borku. Ichi sherigi ham zo'r chiqdi, yo'qsiz. Sardana tanlab beraylik-da mana. Mollar ichkarida bilinmayapti-da. Hozir tanlaganimiz bundan kuchli o'qi. Lekin mana ichkarida qorong'uda bilinmayapti. Qirg'izistonda olib tashib berib qolar mana. Shu ham xudo xolasa kuni kelishi bilan olamiz. Ovozlar. Amolib yotibdi. Bu talg'iriga nima deysizlar? Talg'iriga bo'yinda qarang. Buni sog'oribdi-yu. Qo'llar damda. Mana bularni qaranglar. Bular o'rta hol hali. Ancha yemiydigan ekan. 40 kun, 45 kun tayyor bo'ladi mana shular. Kichkina kolobukchasi. Mana shu olibda semirib qoldi. Qizili Xudo xolasa. Mana qo'lidan ko'rib ko'ringlar. Baribir hamma buqani maqtab, Qirg'izistonda buqalari baribir. Mana shu qassob uchun eng yaxshi buqalardan bittasi. Mana shu buqalar, ularga icha bor. Mana shular ham o'ta kuchli buqalar. O'rta shuni kuni kelishi bilan olamiz. Havas qildik. Ana 5 bola beton domni solyapti mana. 5 bola beton uy quryapti. O naryoqda 5 bola masjid qurilyapti, xudo xolasa. Pishirishli bu domlar shuni orqasida. 5 bola masjidda. Alloh rozi bo'lsin domlardan ham. Ular uzoq bo'lsin mana. Odamlar aytilyapti. Shu yerdan olinganlar. O'rta hol naqada maqtovli bo'lsa ham tuzib qo'ylar bor. Ana o'sha mashhur poshon. Tindirmay mol beryapti, chempionlarni beryapti. Aka, kuch quvvat bersin, sog' bo'ling.